Shuni bering-da mana. Retinol bor. Quyosh nuri bilan chiqishmaydi u. Faqat tunda ishlatish kerak. Agar tunda ishlatadigan bo'lsak, u dog'larga zo'r ishlab beradigan vitamin A hisoblanadi. Lekin kunduzi suradigan bo'lsak, bizning yuzimizga nabarot dog' tushirib qo'yadi. Bizni ayollarimiz bilmaydi. Chunki ko'pchilik retinol yaxshi deb chiqadi, lekin qachon ishlatilishini aytishmaydi. Retinol o'zi dog'ni yo'qotadigan A vitamin. Bu narsani boshqa vitaminlar bilan birgalikda eng past dozada ishlatish kerak. Uni ayollarimiz kunduzi surib yurishibdi. Eng xavfli narsa bu. Shu bilan birgalikda ular yuzlariga dog' tushirib qo'yadi. Uni o'rniga faqatgina retinoli bor emas, tarkibida juda ham past dozada retinoli bor, niasinamidi bor, C vitamini bor, sviritkani ishlatsak foydasi juda ham yaxshi. Bizda retinoli bor, niasinamid, C vitamin, shu dog'lar bilan ishlab beradigan zo'r sviritka bor. Bu xavfsiz, kunduzi kechasi ishlatsak bo'ladi va yuzimizga foydasi juda ham ko'p. Men hozir retinolni yomonlamoqchi emasman, u bizga kerakli narsa, lekin qaysi paytda ishlatishni bilishimiz kerak. Doimiy ravishda retinol ishlatib yurgan ayollarimizga bu sviritkamizni tavsiya qilamiz. Bu faqat bizda bor. Niasinamid bor, retinol, C vitamin hammasi bittada.